Bu videoda logoni mijozga qanday taqdim qilishni bitta loyiha misolida ko'rib chiqamiz. Bunda Silver loyihasi ayollar oyoq kiyimi, sumkalari va aksessuarlarni sotuvchi premium segmentdagi do'kon hisoblanadi. Biz loyiha uchun qilingan logoni uni bosqichma-bosqich jarayonlari bilan qanday taqdim qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda raqobatchilar tahlili. Bozordagi va xalqaro darajadagi raqobatchilar qanday logoga egaligi, qanday ko'rinishdagiligi va biz ular qanday xatolarga yo'l qo'yganligi va bizga qaysi ko'rinishdagi logolar mos kelishini birinchi navbatda ko'rib tahlil qilamiz va buni mijozga ham tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Muammoli holatlar, qanday holatdagilar mos keladi loyihaga va qaysilar premium xarakter bermasligini ko'rsatib o'tib ketganmiz bunda. Siz ham xuddi shu tartibda mijozga loyihadan kelib chiqib, uni raqobatchilarini tahlil qilib ko'rsatishingiz va bozordagi vizual jihatdan eng yaxshi brendlarni taqdim qilishingiz va shunga mos holatda logo qilishingiz mumkin. Keyingi holatda raqobatchilar tahlilidan keyin biz o'zimiz Behance va Pinterest saytlari orqali ko'rib chiqilgan, yig'ilgan moodboardlarni taqdim qilishimiz mumkin va bu narsani mijozga logo tayyor bo'lishidan oldin ham ko'rsatib, biz qaysi tomonga qarab ketayotganimizni, qanaqa logo tayyorlayotganligimizni, qaysimga o'xshash logo tayyorlanishini mijozga tushuntirib, ko'rsatib, tasdiqlatib olishimiz mumkin bo'ladi moodboard orqali va bu moodboard bizni rostdan ham izlanish qilib logo tayyorlayotganimizni ham ko'rsatib beradi. Va undan keyingi bosqichda biz loyiha uchun tayyorlagan, chizgan sketchlarimizni ko'rsatamiz. Sketch chizish bu loyiha uchun birinchi navbatda unikal, boshqalardan ajralib turuvchi logo yaratishimizga yordam bersa, mijoz uchun ham rostdan ham loyihaga ijodiy yondashilayotganini ko'rsatib berishi mumkin sketch orqali. Va undan keyin biz ularga tayyor logoni taqdim qilishimiz mumkin oq-qora holatda. Va oq-qora holatda logoni taqdim qilamiz va uni birma-bir detalni tushuntirib berishimiz mumkin. Birinchi navbatda biz uni simbolini qanday chizganmiz va bu sketch jarayonini ko'rgandan keyin uni vizuallashtirish jarayoni qanday aniqlikda bo'lganligini ko'rsatib berishimiz mumkin. Qanday aniq chiziqlarda, qanday bir xil aylanalar bilan chizilganligi va undan hosil bo'lgan simbolni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bosqichda esa logoni joylashuvi qanday bo'ldi? O'zi qanday tuzilishga ega? Birinchi navbatda simbol va uni tekst logo tab qismi o'rtasidagi masofa va har bitta harflar o'rtasidagi masofani aniq detalni ko'rsatgan holatimizni mijozga taqdim qilishimiz kerak. Bu loyihaga professional yondashilganligini ko'rsatib beradi. Keyingi holatda logoni shunchaki oq fondagi ko'rinishi va uni boshqa rangdagi holatlarini mijozga ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, bunda logoni to'q ko'k rangdagi ko'rinishi yoki fondagi ko'rinishi va boshqa brend ranglardagi ko'rinishlarni mijozga ko'rsatib berishimiz, shu bilan birga agarda gradient holatda mavjud bo'lsa, gradient holatini ham ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Va keyin logoni himoya maydoni. O'zi mijozga bu narsani ko'rsatib, ya'ni logoda bo'lishi kerak bo'lgan himoya maydoni va uni atrofida saqlanish kerak bo'lgan joyni aniq ko'rsatib ifodalab ketishimiz kerak. Bunda misol uchun, agarda logoni balandligi 2x deb belgilangan, unda atrofidan x ga teng bo'lgan masofa qolishi kerak degani. Ya'ni agar biz logomizni 50 piksel holatda ishlatsak yoki 100 piksel holatda ishlatsak, atrofidan har doim 50 piksel joy saqlashimiz kerakligini yoki katta bukva ko'rinishida fasad holatga chiqarilsa, unda logo agarda yarim metr ko'rinishda chiqarilsa, balandligi yarim metr bo'lsa, uni chetlaridan 250-25 sm joy saqlanishini aytib tushuntirib ketsak bo'ladi. Keyingi bosqichda logoni versiyalar. Bunda hamma logoda har xil versiyalar bo'lishi mumkin. Bizning logoda 4 xil versiyasi bor va biz bularni ko'rsatib o'tib ketganmiz. Ya'ni asosiy holatda uni gorizontal versiyasi bo'lsa, ikkinchi vertikal va bizning holatda faqatgina logo type'da o'zini ham ishlatish mumkin va logo markni ham alohida ishlatgan holatlarimizni ishlatish mumkinligini ko'rsatib ketsak bo'ladi. Keyingi bosqichda brend ranglari. Bunda bizning loyihamiz silver, ya'ni kumush so'zidan olinganligi uchun biz birinchi navbatda kumushga yaqin rang tanlab, keyin uni rivojlantirgan holatda biz bu rangning kombinatsiyalarini keltirib chiqarganmiz.
siz ham o'zingizni rangingizni qanday keltirib chiqarganingizni mijozga to'liq tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi va bu loyihani faqatgina logoni emas, rang jihatdan ham tasdiqlanishiga yordam beradi. Keyingi bosqichda biz shriftni, brend shriftini ko'rsatishimiz mumkin. Bunda brend shrifti birinchi navbatda bizda logoda ham ishlatilgan. Agarda biz logoda shriftga o'zgartirish kiritgan holatda ishlatgan bo'lsak ham, baribir asosiy shriftni ko'rsatib ketganimiz ma'qul. Qaysi shrift bo'lgan va uni qanday o'zgartirishlar kiritib logoda foydalanganmiz, logo type qismida foydalanganimizni aytib o'tsak bo'ladi. Va keyin biz logoni ko'rinishlar, vizual holatda foydalanishi ko'rinishlarini ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Bu mijozga logodan foydalanish jarayonini tasavvur qilishiga yordam beradi va logoda tasdiqlanish ehtimolini oshiradi. Lekin mokaplar juda bo'rttirib olmasdan imkon qadar real holatga yaqin vaziyatlarda tayyorlab ko'rsatganimiz ma'qul.